Xorazmdagi masjidni ko'rmadinglar? 1000 yillik masjid. Ko'rganmisizlar? 1000 yillik masjid bor, 200 nechtadir ham ustuni bor, 3000 4000 odam namoz o'qiy oladi, juma namozlariga mo'ljallangan. Shunaqangi proyekt qilinganki, masjidda qatida o'tirsangiz ham o'sha 250 ta ustun bo'lishiga qaramasdan turib, 250 tamidi, 230 tamidi, siz imomni ko'ra olasiz. Imom o'tirgan joydan hammani ko'ra oladi. O'sha qanaqadir Pifagor teoremasini bir narsalari bo'yicha qurilganda 1000 yil oldin. 1000 yil oldin. Endi mikrofon yo'q, kolonkalar yo'q, boshqa yo'q. Imomning ovozini qanaqa eshitadi degan savol bor. Devorni orasidan shunaqangi turbalar o'tkazishgan va har 3 metrda bittadan teshik qilishgan. Boyagi teshikning oldiga kelib barmog'ingiz bilan bundoq qilsangiz, tong 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 degan ovozni ehosi butun masjid bo'ylab aylanib ketadi, atrofi bo'ylab. Hozir shu narsani qiling, qilamiz.